Dunyodagi eng ko'p ko'chmas mulkka ega bo'lgan top 5 ta milliarderlar. 5-o'rinda Amazon asoschisi Jeff Bezos. 1 milliard dollar ko'chmas mulkka ega Beverly Hillsda 165 million dollarlik qasri bor. Texasda 100 minglab gektarlik yeri bor. Miami, Washingtonda villalari bor. 4-o'rin AQShning hozirgi prezidenti Donald Trump. 2 milliard dollarlik ko'chmas mulklari bor. Nyu-Yorkda Trump Tower, Floridada katta qasri bor. 15 ta golf klublari va mehmonxonalari bor va Dubayda o'zining binosi quryapti. Trumpning asosiy boyligi ko'chmas mulkdan keladi. 3-o'rinda Hindistonlik milliarder Mukesh Ambani. 6 milliard dollar ko'chmas mulkka ega. Dunyodagi eng qimmat 2 milliard dollarlik 27 qavatli uy ham bor. Hindistonda joylashgan. Dubaydagi eng qimmat villa ham Ambaniga tegishli. 2-o'rinda eng eski va eng aqlli milliarder Warren Buffett. Oddiy uyda yashaydi, lekin 30 milliard dollarlik ko'chmas mulklari kompaniyalar orqali boshqaradi. Yevropada savdo markazlari, dunyo bo'ylab ofislari bor. Va nihoyat 1-o'rinda Xitoylik milliarder Mikashi. Ko'chmas mulk qiymati taxminan 60 milliard dollar. Osiyo, Buyuk Britaniya, Yevropada ko'chmas mulklari bor. Savdo markazlari, turar joylar, portlari va logistik markazlari bor. O'zbekistonda eng ko'p ko'chmas mulkka ega bo'lgan inson kim? Izohlarda yozib qoldiring.